بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز جماعة عزيز برادرlar Bugün 1444 hicri sana 25 Rabiul Avval Mavlid kuni mübarek Cuma mübarek manzil masjid mübarek ibadat Cuma namazı mübarek ish Mavlidun Nabi hammamizga mübarek bo'lsin. Jumla musulmonlarga, yurtimiz mo'min musulmonlariga, siz azizlarga, sizlar orqali jumla ahli bayt oila ahllaringizga muborak bo'lsin. Bizga chiroyli Mavlid matnlarini o'qib bergan qorilarimiz xush kelibdilar. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ularni qori qilgan ota-onalari, ustozlardan rozi bo'lsin. Qiyomat kuni bu qorilarimiz Qur'on o'qib jannat sari ko'tarilar ekanlar. Ota-onalariga karomat va izzat tojini kiydirar ekanlar. Bizlarning zurriyotlarimizdan ham shu qorilarimizga o'xshash qorilar chiqib, shu darajatlardan bizlarga in'om etishini Robbul alamin nasib etsin. Ha birodarlar, Mavlidun Nabiy oxirlab bormoqda. Ya'niki bu oy Rabiul Avval oyi. Yana 4 kun Allohu a'lam shu bilan bu oy chiqadi. Bugun mana uzoq yaqindan Allohning baytlaridan bir baytga, ya'ni masjidga juma namozi o'qish uchun hozir bo'lib turibsiz. Ko'pchiligingizning niyatingizda bugun bu masjidda Mavlid o'qilishini xabardan niyat hosil bo'lgan. Alloh taolo niyatlaringizni, murod maqsadlaringizni hosil aylasin. Bilasizlarmi birodarlar, bu masjidlarga bir kunda 5 mahal musulmon kishining chiqib turishi, 5 mahal namozni masjidda o'qishi, uni vojib o'ringa berilishi, bu xuddi Hazrat Nuh payg'ambarning kemasiga chiqishdagi gap, masjidlarga chiqish. Ya'ni bu dunyoni zalolat to'foni har doim bosadi. Bo'lib ham har kuni bosmoqda. Biz har kungi bu zalolat, bu ma'siyat to'fonlaridan Hazrat Nuhning kemasiga chiqqandek masjidlarga albatta chiqib turishimiz kerak. Bugun mana qanday ajoyib bir kun, uzoq yaqindan mehmonlar hozir bo'lishgan qorilarimiz qadamlariga ajrlar berilsin. Bizlarni xushnud qilishdi. Alloh ularni xushnud aylasin. Abul Abbos Mursi Quddasa sirruhu, bu kishi Shozaliya tariqatining katta pirlaridan birlari. Abul Abbas al-Mursi Quddasa sirruhu. Bu kishini gaplarini o'tgan yil Mavlid oyida aytgandik. Shior hamda ko'p bir ajib, muhim, go'zal bir gap. Aytdilarki, al-anbiya'u kulluhum li ummamihim atiyya. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam lana hadiyya. Mal farqu bayna atiyyati wal hadiyya? Al-atiyyatu lil muhtajina والهدية للمحبوبين. Jumla payg'ambarlar o'z ummatlariga atiya qilib berilganlar. Bizning nabiyimiz, rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam esa bizga hadiya qilib berilganlar. Nima farqi bor azizlar atiya bilan hadiyani? Atiya muhtojlarga beriladigan narsaga aytiladi. Hadiya esa mahbublarga beriladigan narsaga aytiladi. Rasul-i Akram sallallohu alayhi va sallam muhabbat payg'ambar bo'lib kelganlar. U zot payg'ambar bo'lganlaricha komil inson edilar. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin Rabboniy insonga aylanganlar. Va umrlarining bu dunyodagi so'nggi kunigacha Rabboniy inson bo'lib qoldilar. Va shu Rabboniy insonlar ummatni go'zal tarbiya qildi, ummatni o'ziga go'zal bir tarzda ergashtirdi. Bir kishidan boshlangan bu din bugun qanchalik ko'plab musulmonlarni
tashkil etishini bir mulohaza qilib ko'ring. Men sizlarga ana shu muhabbatning asrlar osha ta'sirini, uning aks ta'sirini gapirib bermoqchiman. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rmasdan turib najot topib bo'lmas, birodarlar. Bu haq gap. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rganda ham qanday yaxshi ko'rish? Inson o'zidan da ziyoda yaxshi ko'rish bilan bo'ladi. Ota-onamizdan da ziyoda yaxshi ko'rish bilan bo'ladi. Bunga Hazrat Umarning o'zlari qahramon bo'lgan hadis sharif dalildir. Ya'ni chala chulpa yaxshi ko'rish bilan bo'lmaydi, birodarlar. Shunday muhabbat qilishimiz kerakki, hatto eng seviklilarimiz, ota-onalarimizga bo'lgan muhabbat ham Rasulullohga bo'lgan muhabbatni yo'lda qolib ketishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat najotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xafa qilish halokatdir. Men ertalabki bir marosimda ham bir jumla, bir mavzuni qisqacha gapirib o'tdik. U yerda ham mavlid o'qilgan edi. Har yili Rabiul Avval oyi kelsa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning ota-onalarini do'zaxda deyuvchilar ham paydo bo'lyapti, birodarlar. Rasulullohga muhabbat qilganlar najot topadi, Rasulullohga ozor berganlar halok bo'ladi. Bil ittifoq. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasida Innallazina yu'zunalloha va rasulahu la'anahumullohu fid dunya wal akhirah va a'adda lahum azaban muhina deb marhamat qilgan. Allohga va uning rasuliga ozor beradiganlarni Alloh dunyo va oxiratda la'natlab qo'yadi va ularga juda ham alamli, juda ham xorlovchi, ketib qolmaydigan azoblarni tayyorlab qo'yadi. Alloh va uning rasuliga ozor beradiganlar. Qanday qilib Alloh va uning rasuliga ozor berish bo'ladi? Allohning mahbubi Rasulullohga ozor berish bilan Allohga ham Rasulullohga ham ozor berish bo'ladi, birodarlar. Rasulullohning sallallohu alayhi va alihi va sallamning ota-onalari do'zaxda deyishdan ko'ra ortiqroq Rasulullohga ozor bormi? Bu haqda Maliki mazhabining katta imomlaridan Qozi Abu Bakr al-Arabiydan so'raganlar. Bir odam, ey qozi janoblari, Rasulullohning ota-onasi do'zaxda deyapti, nima deysiz deganlar. Ya'ni ki payg'ambar alayhisalom ota-onalari islom zuhur bo'lishdan oldin o'tib ketganlar. Shunga suyanib ularni do'zaxda deydi. Musulmon bo'lmagan deyshadi. Hozir shunaqalar bizda shu oramizda ham ko'payyapti. Albatta bularning sabablari bor. Shunda qozi janoblari u odam mal'undir dedilar. Va mana shu yuqoridagi oyatni dalil qilganlar. Alloh ularga la'nat aytadi. Rasulullohga ozor bergan kishiga deb aytdilarki, oxirida wala adan a'zama min ay yuqala an abawayhi fin nari. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning ota-onasi do'zaxda deyishdan ko'ra Rasulullohga og'irroq ozor bormi? Sizning otangiz va onangizga birov shu gapni aytsa, naqadar jahlingiz chiqadi? Mening naqadar jahlim chiqadi? Seviklik ota-onamni haqorat qilsa, g'ujuri bor, vujudi bor, rujulati bor yigitni onasidan yo otasidan so'ksa, u yigit osonlikcha tinchimaydi. Ota-onalar shunchalik bizga seviklik, ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tasavvur qilib ko'ringa, u zotning ota-onasi do'zaxda deyish qanchalik u zotga ozor berish bo'ladi. Imom Suhayli rahimahulloh o'zlarining Ar-Rawdul Unf degan kitoblarida aytadilarki, bizga lozim bo'lmaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ota-onasi haqida bu gapni gapirish. Shu hadis sharifga asosanki, bu hadisni Imom Ahmad o'z musnadlarida keltirganlar, Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumoda hamda Imom Nasa'iy keltiradilar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam la tasubbu amwatan fatu'dhu ahya'ana. O'liklarni so'kib tiriklarimizga ozor bermanglar deganlar. Shuning uchun Hazrat Alining otasi Abu Talib la'nat qilinmaydi. Bo'lmasa musulmon bo'lmagan-ku. O'g'li bor. Hazrat Alining ko'ngli o'ylanib otasiga la'nat aytilmaydi. Yoki Rasulullohni o'ylanib jiyanlari-ku axir.
Payg'ambar alayhisalomga Abu Talib qanchalik mehribonlik qilgan. Shuning uchun Abu Talibga la'nat aytmaymiz. La'natning tartibida yashab turgan, hayotda turgan kofirni la'natlab bo'lmaydi. Nimaga? Uning musulmon bo'lib qolish ehtimoli bor. Kufrda o'tgan bo'lsa-da, lekin musulmon qarindoshi bo'lsa la'natlanmaydi. Uning musulmon qarindoshining ko'ngli o'ylangani uchun. O'zi asli la'nat aytish fazil emas. Bugun la'nat aytishni o'ziga vazifa qilib oluvchilar paydo bo'lganligi uchun aytyapmiz bu gapni. Nima uchun payg'ambarning ota-onasi do'zaxda deyshadi? Ularni dalillarini qarang. Anas ibn Malikdan ushbu hadis bor. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, ayna abi?" deb so'raydi. Abim qayerda deydi. Abuka finnar deydilar payg'ambar. Do'zaxda abing deydilar. Birozdan keyin o'zlari duolarini qilib bo'lib, haligi odamni chaqiradi-da, "Abuka va abi finnar." Sening ham abing, mening ham abim do'zaxda deydilar. Mana shu hadisni keltirib, bu hadisni Imom Muslim o'z sahihlarida chiqarganlar. Mana Rasulullohning o'zlari otam do'zaxda deyaptilar-ku deydi. Lekin tafsir ilmidan xabardor odam shuni biladiki, Qur'onning uslublari bor. Qur'onning uslublaridan biri, Qur'on tug'dirgan otani, onani aytmoqchi bo'lsa, abud kalimasini ishlatmaydi. Valid kalimasini ishlatadi. Otaning o'rniga jiyanni tarbiya qilgan amaki ham abun deyilaveradi Qur'onda. Qur'onning uslubi shunday, arab tilida shunday deyiladi. Masalan, Alloh taolo va iz qala Ibrohimu li abihi Azara deydi. Ibrohim otasi Ozorga aytdiki deydi. Shu yerda abun kalimasi kelgan. Ozor Ibrohimning otasi bo'lmagan, amakisi bo'lgan. Agar uni tug'dirgan otasi bo'lganda edi, volid so'zini uslubga muvofiq Qur'on qo'llagan bo'lardi. Abun kalimasini keltirgan. Hazrati Ibrohim alayhisalomning otalari buttarosh, butparast bo'lishi mumkin emas edi. Barcha payg'ambarlar pok zurriyotlardan, pok suruklardan kelganlar. Otalari yoshligida o'tib ketgan bo'ladi. Otalari tavhid egasi bo'lgan. Amakisi esa ozor butparast bo'lgan, buttarosh bo'lgan va Ibrohimni tarbiya qilgan. Ammo biz payg'ambar alayhisalomning ota-onasi do'zaxda deydiganlarni kofir demaymiz ulardan farq qilib. Nima uchun? Chunki payg'ambarimizning ota-onasiga do'zax yoki jannat hukmini berish bu zaruriy masalalarga kirmaydi. Kim payg'ambarimiz ota-onasini do'zaxda deyotgan bo'lsa gunohkor, ammo biz uni kofir demaymiz. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumodan keltirilgan Imom Bahaqiy o'zlarining Shu'abul Iymonlarida hamda Ibn Asokir Tarixi Dimashqda keltirgan hadis sharifni qarang. Vaqtimizni bilib ma'nosini aytamiz. Kim ertalab ota-onasini rozi qilgan holda uyg'onsa, unga jannatdan 2 eshik ochiladi. Kim kunni ota-onasini rozi qilgan holda bottirsa ham xuddi shunday. Agar ulardan birini rozi qilsa, biri o'tib ketgan, biri hayot, rozi qilib uyg'onsa yoki kun botirsa, unga shu mislicha bo'ladi. Va in zalamahu deyiladi hadisda. Agarchi ota-onasi u bolaga zulm qilgan bo'lsa ham, ota-onasini rozi qilib uyg'ongan odam uchun jannatda eshigi ochiladi, 2 eshik ochiladi. Kim ota-onasini xafa qilib uyg'onsa, ota-onasi unga zulm qilgan bo'lsa ham, unga do'zaxdan 2 eshik ochiladi. Kun botirsa xuddi shuncha bo'ladi. Birini norozi qilgan bo'lsa shuncha bo'ladi dedilar. Payg'ambar alayhisalomning ota-onasi u zotga qanchalik sevikli bo'lganlar. 40 yildan keyin onalarni qabrlarini boshida yig'laganlari haqidagi hadisni siz bilan o'qiganmiz. Qaysi birovimiz 40 yillik mayitga yig'lay olamiz? Demak, Rasul akramning sallallohu alayhi vasallamning onalarga bo'lgan muhabbatlari, mehrlari bizni har birovimizning mehrimizdan-da ko'p bo'lgan albatta. Rasul alayhisalomning ota-onasini do'zaxda deyishdan ko'ra u zotga og'irroq ozor yetkazish yo'q va bu Allohga ham ozordir va bu mal'un qiladi kishini. Alloh o'zi saqlagan bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan Abu Lahabning misolini eslang. Amakilari bo'lgan. Abu Lahab degani olovning tafti degani. Abu Lahab degani Lahab egasi, otasi degani kunyasi, shunaqa laqab berilgan. Abu Lahab juda chiroyli odam bo'lgan ekan. 2 yuzi lovullab yonib turar ekan. O'zi oq,
yuzlari lovullab yonib turgandan Abu Lahab nomini olgan. Payg'ambar alayhisalomning vafot qilgan otalari Abdullohni akalari bo'lgan. Tug'ilganda Payg'ambar alayhisalom tug'ilganlarida Suvayba Abu Lahab shunda Ka'baning hali Safo bilan Marvaga chiqish tarafida o'tirgan ekanlar. Darun Nadva bo'lardi. O'sha yerda Qurayshni kattalari o'tirishardi. Suvayba joriya bo'ladi, qul, cho'ri ayol bo'ladi. Keyinchalik payg'ambarimizni emizganlardan biri ham bu kishi Suvayba. Suvayba kelib hojasi Abu Lahabdan suyunchi oladi. Jiyaningiz tug'ildi, ey hojam. Yosh o'lib ketgan ukangiz Abdullohni ayoli Omina tug'di. O'g'il tug'ildi. Shunda xursand bo'lgan, chunki Abu Lahab yaxshi ko'rardi. Xursand bo'lgandan Suvaybani ozod qilganlar. Va payg'ambar alayhisalom to katta bo'lib payg'ambar bo'lgunlaricha Abu Lahab payg'ambarimizni juda qattiq yaxshi ko'rgan. Yaxshi ko'rgandan ikkita qizlariga, Ruqayya bilan Ummu Kalsumga radhiyallohu anhum, ikkovlariga ikkita qizlarini ikkita o'g'liga kelin qilgan. Lekin duxul bo'lmasdan turib ayoli, hali Qur'onda surada keladi bu er-xotinlar qissasi, bir sura o'qigan. Tabbat yada abi lahabin va tab deb. Hammalatul hatab, o'tin ko'targan ayoli, do'zaxga o'tin ko'tarib kiradigan ayoli o'rtaga tushib yomon ko'rgandan o'g'illarini payg'ambar alayhisolamning qizlarini taloq qildirib ajratib olganlar. Mana shu ikkita qizni Hazrat Usmon o'zlariga nikohlaganlar. Avval Ruqayya vafot qilgandan keyin Ummu Kalsumni o'zlariga nikohlaganlar. 3-qizim bo'lganda edi senga berardim deganlar payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun Usmon Zin Nurayn deb nomlanganlar. 2 nur egasi nomini olganlar. Abu Lahab yaxshi ko'rardi. Abu Lahabning qarindoshlaridan birlari shu Qurayshdan birlari tush ko'radi o'tib ketgandan keyin. Holing qanday Abu Lahab? Do'zaxdaman deydi. Lekin har dushanba kuni Muhammad alayhisalom tug'ilgan kunlari menga do'zaxdan bir oz azob yengillatiladi deganlar. Muhammad alayhisalomning tug'ilganlariga xursand bo'lgani uchun deganlar. Suvaybani ozod qilganlari uchun. Qarang, Abu Lahab do'zaxiy bo'ldi masalan. Lekin payg'ambar alayhisalomda avval boshda yaxshi ko'rdi, ozgina bo'lsa ham Qur'onda qiyomatgacha tilovat qilinadigan suraga uning nomi keltirildi, Abu Lahab deb. Payg'ambar alayhisalomda jigar go'shalari, jigarlari, amakilari, yana bir seviklik amakilari Amir Hamzani qatl qilgan Vahshiyni qarang. Vahshiy ozod bo'laman deb Jubayr ibn Mut'im ibn Adining quli edi. Jubayr ibn Mut'im ibn Adi amakisini o'ldirgani uchun Badrda Amir Hamzadan qasos olish uchun Vahshiyni yollaydi. Agar qasosim uchun, intiqom uchun o'ldirib bersang Hamzani, seni ozod qilaman deydi. Vahshiy ibn Harb naqaydi Habashi bu kamon otishga nayza otishga usta bo'lgan. Va ozod bo'lish uchun Uhudda kelib, uni qissasi alohida keladi. Amir Hamzani nayza otib, kindiklari bilan qovoqlarning orasidan nayza kirgan, ikki oyoqlarning orasidan teshib chiqqan. Amir Hamza shu holatda shahid bo'lganlar. Keyin musla qilishgan u zotni. Quloq burunlarini kesganlar. Mushriklarning ahvoli shu edi. Payg'ambar alayhisalom Amir Hamzani musibatga juda og'ringanlar. Keyinchalik Vahshiy qochib ketadi, Toifga boradi. Toifga ham islom xabari borganda Toifdagilar aytadiki, Vahshiyga sen ham elchilar bilan qo'shilib Muhammad alayhisalomga borgin. Elchiga o'lim yo'q. Payg'ambar alayhisalom borib shahodat kalimasini aytgan odamni kechiradi deyshadi. Vahshiy elchilar bilan kelib payg'ambar alayhisalomning qarshilarida turib shahodat kalimasini aytadi. Musulmon bo'ladi. O'tgan gunohlar kechiriladi. Ammo Hazrat payg'ambar alayhisalom qarang, oradan vaqt o'tgan. Vahshiyni taniydilar. Sen Vahshiymisan? Amakim Hamzani qatl qilgan deb so'raydilar. Ha, menman ya Rasululloh. Mumkinmi deganlar. Endi chiroq tarjima qilyapmiz, to'g'ri tarjimada shunday chiqadi. Mumkin bo'ladimi yuzingni mendan yashirsang? Ya'ni sodda aytganda ko'zimga ko'rinmasang deganlar. Chiroqli qilib aytganlar. Mumkin bo'ladimi so'raganlar. Amakilarini qotildan izn so'raganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mumkin bo'ladimi yuzingni menga ko'rsatmasang, ey Vahshiy? Ha deb rozi bo'lgan va payg'ambar alayhisalom o'tib ketgunlaricha ko'zlari ko'rinmaganlar. Oxirgi safda o'tirar ekan. Payg'ambar alayhisalom safning old tomonidan kelganlar. Mana orqadan kelmaganlar. Imom olddan hujralardan chiqib kelganlar. Vahshiy orqa safda boshini egib o'tirar ekanlar.
Rasulullohning amrlari vojib, ko'zlari ko'rinmaslik uchun. Keyin Shomga ketganlar. Men kecha bu voqeani, bu xabarni titkiladim. Qancha kitoblarni elektron naqalarni ko'rib nusxalarini bu gapni gapirishdan oldin Vahshiyni Shomda mudminul xamr bo'lib qolganligi haqidagi voqea juda ko'plab siyrat kitoblarida keltirilgan. To'g'ri, mursal hadislar bilan keltirilgan. Mursal hadislar zaif bo'ladi ba'zan. Ammo bu mursal hadisni keltirgan zotlar hammalari katta ulug' zotlar. Ibn Hishom siyratlarida keltirgan, Ibn Hajar Asqaloniy Al-Bidaya va Nihoyada keltirganlar, boshqa hammalari keltirganlar. O'sha rivoyatlarda keladiki, Shomda aroq ichganligi uchun birinchi darra urilgan kishi Vahshiy bo'lgan. Va mudminul xamr, aroq ichishga odat qilganligi holda sakron holatda vafot qilganligini siyrat ulamolari keltirgan. Hazrat Umarning davrlarida. Hazrat Umar eshitganlarda, bu uning Vahshiyning o'limini eshitganlarda aytganlarki, men buni o'ylab yurardim, qanday qilib Alloh taolo Hamzaning qotilini tek qo'yar ekan. Bu gap xuddi tobiinlardan Said ibn Musayyibdan ham keltirilgan ekan. Said ibn Musayyib aytganlar, Hamzaning qotili qanday najot topadi deb o'ylab yurardim deganlar. Lekin biz Vahshiyni radhiyallohu anhu deymiz. Nimaga? Rasulullohni ko'rganlar. Rasulullohning orqalarida namoz o'qiganlar. Sahobalik topgan. Biz ahli sunna val jamoa bir gunohni qilgan odamni kofir demaymiz, dindan, millatdan chiqarmaymiz. U gunoh qilgan, mumkin Alloh kechirsin. Sahobalar darajasini biz bilmaymiz. Uning rivoyatlarini men kecha rosa tekshirdim. Aytsam bo'ladimi yoki yo'qmi? Ammo o'nlab siyrat kitoblarida bu xabarlar kelgan. Hazrat Umarning gaplariga diqqat qildim. Hamzani qotilini qanday Alloh tek qo'yadi ekan deb o'ylab yurardim deganlar. Bu gapni eshitganlarda. Ko'ryapsizmi, gap nimaga borib taqalyapti? Rasulullohga ozor berilgan Vahshiyning oxirgi holati. Sahoba bo'ldi, musulmon bo'ldi, gunohlari kechirildi. Musaylimani nayza bilan yiqitdi, Ansoriy uni kallasini oladi Musaylimani, ammo yiqitib bergan Vahshiy bo'lgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jigar go'shalariga qatl qilib Rasulullohga ozor bergan odamni yuzingni ko'rmay dedilar. Bizlarni ham qalblarimizga ozor berganlarni biz aytamizki, yuzingni ko'rmay deymiz. Hani har birimiz shunday, har birimizning vahshiylarimiz bo'ladi, birodarlar. Har birlarimizning hamzalarimiz bor, har birlarimiz vahshiylarimiz bo'ladi. Ba'zan shu vahshiylarga aytamizki, yuzingni ko'rmay deymiz. Qalbni asrab avaylamoq uchun. Rasul alayhisalomga salovat aytaylik. Ayniqsa bu jumada Rasulullohga salovat aytgan odam otasiga yaxshilik qilgan bo'lishini aytib berganman. Chunki bir farishta payg'ambar alayhisalomning qabrlarining tepasida turib, har safar ummatdan biri salovat aytganda, "Ya Rasululloh" der ekan, "Ya Muhammad, ummatingiz Xidir o'g'li Adham sizga salovat aytmoqda" der ekan. Salovat aytgan odamning otasining ismini payg'ambar alayhisalomning huzurlarida farishta zikr qiladi. Salovat aytgan odam Rasulullohning huzurida otasining ismini zikr qilinishiga sabab bo'ladi va otasiga yaxshilik qilgan bo'ladi. Ko'proq salovat ayting. Salovat aytish bilan inshaalloh najot topamiz.